bomdod namoziga turmaslik bo'lmas ekanda. Shu darajada bomdodga paydan bo'lishingiz kerakki, hatto nima to'siyapti sizni? Turolmaslikdan nima to'siyapti? Kech uxlayapsizmi? Yig'ishtirish kerak. Soat nechida tursangiz, nechida uxlasangiz turasiz. Deylik biz 12 da uxlayapmiz, turolmayapmiz. 10 da uxlashimiz kerak. 11 da uxlasangiz ham turolmayapsiz. Demak 10 da uxlashimiz kerak. Va bomdodga turay deb erta uxlashingiz o'zi ham savob, o'zi ham ajr. Biz bitta ishimiz bor, kunduzi bilan ishlaymizda, kech payt ko'chaga chiqib olib 11, 12, 1, 2 qilib o'taqlar bilan gaplashib o'tiramiz ko'chada. Birorta odam aytmaydiki, "Yo'q, o'ytaroq uxlaylik, ayizda, birodarlar, bomdodga turish ham bor" demaydi. Payg'ambar alayhisalom xuftonda keyin o'qib uxlaganlar. Xufton namozini ado etganlardan keyin dunyo gapini gapirishni, kim bilan kimnidir bir qabul qilishni, kim bilandir uchrashishni yomon ko'rar ekanlar. Xuftonda o'qib uxlar ekanlar. Agar biz bugunlik kunda xuftonda o'qib 9:30 da o'qib uxlaylik-da, tahajjudga ham turamiz bemalol. Azizlar aka. Bemalol tahajjudga ham turamiz.